Bugungi obzorimizda 162 kvadratli 5 xona uy haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Bu xonadonimizda poytaxt Gavhariy, yopuv zona, orientirimizga keladigan bo'lsak, Basriy va Alayski bozor juda ham yaqin joyda joylashgan bu xonadonimizda yangi uy, zo'r remont qilingan. Remont ko'ryapsiz. Oshxonamiz ham anchagina katta, qarang, prostorniy qilingan. Hozirgi zamonaviy stilda qilingan. Oynani oldida oshxona, kuxnya joylashgan bu yerda, televizor katta, oltita o'tiradigan zona. Baribir oshxona katta bo'lgani yaxshi, chunki oshxonada ko'p vaqt o'tadi. Men bir e'tibor bering, ham joylarga dekorniy zona qilingan. Bu joyga har xil posudalarda ham ayollarimiz, opa-singillarimiz tervorsa ham bo'radi. Uyimizda 100% cho'pli pol qilingan. Mana bu joyda gazimiz, eshikni ham qarang, qanaqa chiroyli lof qilishgan, juda ham zo'r. Birinchi etajimizda kattagina oshxona, spalniy zal va ikkita sanuzel joylashgan. Kirish qismi mana shu joydan boshlanadi. Uyimizda 100% cho'pli pol qilingan. Tarketlar keladigan bo'lsa, qarang, juda ham chiroyli tarketlar qilishgan, juda ham sifati zo'r. Bu joyda birinchi sanuzelimizda joylashgan, hurmatli obunachilar. Mehmonlar kelganda ham eshikning oldida joylashgan, juda ham udobni, juda ham yaxshi planda qilingan bu xonadonimizda bo'ladi. Kirganimizda ham sразу mana bu joyda shkafni zona qilingan. Bu yerda ham ancha narsa kirib ketadi. Mana bu joyga ham dekorlar qo'yib, uyingizga yanada jilo bersangiz bo'ladi. Mana bu joylarimizda polni NDF qilingan. Mana bu joyda bitta spalni joylashgan. Bu spalnimizning o'zida sanuzeli bor. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda dush kabinka qilingan, juda chiroyli qilib. Bu joyimiz asnoviy o'z bolalarga moslangan, lekin kattalar ham bu yerda yotsa bo'ladi, chunki o'zining sanuzeli bor. Birinchi etaj yosh kattalar bo'lsa, qarang, kattalik ikkitalik qilingan va polni patologicha shkaflar qilib qo'yishgan. Xo'p, endi kelinglar. Endi zalimizga keladigan bo'lsa, zalni ham ko'ryapsizlar, patologi baland, televizor bu yerda bor, mehki zona qilingan. Hammasi qisqasi tayyor holatda. Lekin bu joyimiz agar menga yo'q, stol-stul ham kerak desa, bemalol buni u yoqqa surib, stol-stul 6 ta 8 talik qo'yib olsangiz ham bemalol bo'ladi, chunki joyimiz yetarli darajada. Qani ketdik, ikkinchi etajga ko'rib chiqamiz. Mana bu joyga ahamiyat bersangiz, polniy datchikda svetlar yonadi. Kechqurun hamma o'chib bo'lsa, bu yerda o'zi yonib turadi. Чтобы uyimizda yorug'lik bo'ladi. Ikkinchi etajni ko'ryapsizlar, zinalari, dekorlari, podsvetkalari juda ham chiroyli qilishgan. Hozir chiqib ko'ramiz uni ham. Faqat sizlar bitta lashni qip-qizil qilib qo'ymayapsiz. Aniq siz yuragingizdan toza-yu, shunaqa tirsilatib qo'ying bitta. Kelinglar. Xo'p, ikkinchi etajga ham chiqamiz, asta-sekinlik bilan. Mana bu zinamizga ahamiyat bering, lustraga ahamiyat bersangiz bo'ladi. Juda ham chiroylisini qo'yishgan. Mana bu joyda как zal o'rnida hol foydalansangiz bo'ladi. Juda ham mehki zona qilib joylab qo'yishgan. Kitoblari qarang, dekorni qilib zo'r moslashgan. Oyog'imda issiq hozir. Cho'pli polni yopib qo'yishgan, havo sal salqinlab qolganiga. Чтобы bu yerda televizor, kondyor. Ikkinchi etajda yana bitta zo'r tomoni bor. Mana bu joyda ham eshigimiz bor. Lekin bu 10-etajimizga chiqmaydi-ku, bitta chiqsangiz bo'ladi. Ana bolalar ko'payib ketib qolsa, oilada mehmon bo'lsa, bu narsa kirib chiqsa bo'ladi. Bu yerda ham bitta dush kabinka qilingan, juda ham chiroyli qilib. Uyimizda tayyor holatda kadastr hujjatlari joy-joyida, dokumentda muammo yo'q. Hamma joyga udobni. Xo'p, bu yerda ham yana bitta spalnimiz, o'zining sanuzeli bor bu yerda, dush kabinka qilingan. Shunda hammom 4 ta bo'ladi, hurmatli obunachilar. Hammaga yetadi. Bir xilki paytdan ishga ham shoshib qoladi, katta oilada, chunki bu ham katta kvartira, katta oila oladi, shunga moslangan. Detski xonani qarang, kattaligini. Bu yerda hozir 2 ta karavot, 3 ta qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Shkaf o'zini, bu yerda oynasi, dekorlar, hamma tayyor qilib qo'yishgan, hurmatli obunachilar. Uyimizni yoqayotgan bo'lsa, qilayotgan obzorlarimiz yoqayotgan bo'lsa, lashdan qizartirib qo'yasiz degan umiddaman. Ba'zi bir kamchiliklari bo'lsa, aybga buyurmaysiz. Kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ysangiz, biz shu narsani to'g'rilashga yanada harakat qilamiz. Sizlarga qilayotgan obzorlarimiz nima kamchilik bo'lsa, aytsangiz, biz maksimal shuni to'g'rilab borishga harakat qilamiz. Yana bir narsa, hurmatli obunachilar, uy yoqayotganda iltimos qilaman sizlardan, o'zingiz olmoqchimisiz, o'zingiz kelib, o'zingiz maslahat qilib oling yo maslahatchi odamingiz bilan keling. Hozir tushunmayman, tushunmagan odamlarni ham maslahatga olib kelyapti-da odamlar. Tushunmayapti, olgan odami ham fikrini aytib tashlayapti-da. Bu juda ham noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki shu pulni o'zingiz topgansiz, o'zingiz hal qilsangiz biz juda ham xursand bo'lamiz. Menimcha, u narsa sizga ham biz aldamaymiz, hurmatli obunachilar. Biz sizga maksimal yaxshi narsa olib berishga harakat qilamiz, chunki biz
tirikchilik shundan sizga zo'r uy olib bersak biz xursand bo'lamiz. Siz duo qilib uyda o'tirasizda. Shu hurmatli obunachilar, hammalaringizni yaxshi ko'raman. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Like bosib qo'ygan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Sog' salomat bo'linglar. Mana shunaqangi fayzli, shirin, chiroyli xonadon har bitta musulmon ahliga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga xayr. Paka.